Hurmatli prezidentimda Farg'onaga tashrifi bo'ladigan ekan. Buni nima qilib eshityapmanki, hurmatli prezidentim Shavkat Miromonovich, siz prezident bo'lganingizdan beri ko'rib turibmiz. Hoy musulmonlar, aldanmanglar. Xotin chiqib olib turib, hamma yo'qni aldab, qip yalang'och qo'lga tushib, yo'q meni yechintirishdi degan odamga biz ishonmaymiz biz. Biz mana shu mavzularda g'iybat qilmadik. Biz bir dona narsani olib chiqdik, bir dona narsani. Ichki ishlarni ham tarafini olganimiz yo'q, kimdandir buyruq ham olganligimiz yo'q. Bir dona narsani aytib chiqdik. Kun.uz, Siroj Media, Otabek Jo'rayev, boshqa hammasi Gulira'no Qosimovani ichki ishlar urib, yechintirib, videoga kallasini ko'tarib, sen soliqchiga meni zo'rladi deb guvohlik berasan dedi degan mavzuni ko'tarishgan edi. Yalinib yolvorishiga qaramay, Gulira'noning ko'ylaklari yirtildi, qip yalang'och qilib yechintirilib, xodimlar tomonidan ayovsiz tahqirlandi. Bu mavzuni yo isbotini keltirasanlar, yoki buni yolg'onligini tan olasanlar. Agar imkoni bo'lsa, menga shu Abror Muxtor Ali ko'rsa, men bilan Abror Muxtor Ali ko'rsa, o'tgan safar mana shu fleshkani ko'rsatganman. Mana shu fleshkani ko'rsatganman. Yana shu fleshkani ko'rsataman. Kiraga uzr so'rab chiqsa bo'ldi. Mana kecha ko'rdinglar, Farg'onada ham nagli ichki ishlar xodimlari odamlarni yechintirib, ayol kishini meni zo'rlab deb aytasan deb videolarga olib, shantaj uyushtirib, ichki ishlar xodimlari qilyapti. Mana agar mana shu da'volaring, sanlar seni urib yechintirganlari isbotlanmasa, mana shunga sendan uzr talab qilyapmiz. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Xalqni ikkiga bo'lib qo'yyapti, menga zulm qilyapti. Qanaqa zulm qilyapmiz senga? Sen xalqni aldaganingni bilib qoldik xolos biz. Seni ya'ni 6 oy muddat o'zbek xalqini hissiyotiga o'ynab, aldab kelganingga hech kim indamayotdi. Biz aytib xato qildikmi? Ha? Xalqni aldayapsan sen deb xato qilyapmizmi? Ikkiga bo'lyapmizmi? Mayli, ikkiga bo'lyapmiz. Chunki sen aldaganingni, yolg'on gapirganingni aytishga haqqimiz bor biz. Yo, rost desang, hujjat keltirasan. Va sen mana Otabek Jo'rayev ham aytayaptiki, bizda hujjat bor, bizda fleshka bor, urib yechintirilganligi. Sen Gulira'no Kusherbayevning videosida ular meni urib yechintirganligi to'g'risida video menda bor degansan. Sudga taqdim qilaman degansan. Taqdim qil, biz to'xtaymiz. Bu yoqda prezident janoblariga, Saida Shavkatovaga murojaat qilib, o'zingni mazlum qilib ko'rsatishligingni aqli bor odam yemaydi. Soliq shuncha xizmat qildi. Kim soliqni xizmatini tanqid qilyapti? Ha? Bitta bir dona narsa bor xolos. Seni urib yechintirganligini isbotlaysan. Ekspertizaga ham tupurib qo'ygan joying bor seni. Senga qarshi nimaiki ekspertiza guvohlik bergan bo'lsa, hammasini soxta deyapsan. Nima, faqat seni oqlab berish kerakmi? Sen nima desang, seni oqlab berish kerakmi? Seni oqlab bergandagina adolat bo'ladimi? Ha? Sen nima yolg'on gapirsang, seni yolg'oningga indamay turilsa to'g'ri bo'ladimi? Ha? Abu Lahabning xotinini ham to'g'ri deylik bunda. Nuhning ayolini ham yo'q, u yaxshi odam edi, mazlum edi deylik. Tarixda o'tgan. Hey, Hamza radhiyallohu anhu ning qornini yorib, ichidan jigarini sug'urib olib chaynagan ham ayol kishi bo'ladi. Nozik xilqat ekan, unga mazlum ekan desagina ishonib ketilavermaydi. Ha, O'zbekistonda ayollarga qo'l ko'tarish, ularga zulm qilishga keskin choralar ko'rishlik haqida qarorni qo'llab-quvvatlayman. Qarsak cholaman. Lekin bu ayollarga hamma maydonni ochib yordi. Endi ayollar erini ham ursa bo'laveradi. Endi ayollar chiqib olib yalang'och bir joyda qo'lga tushgan bo'lsa, ichki ishlarga tuhmat qilaveradi degan lyuksni bermaydi. Meni g'iybat qilyapti. Hech ham g'iybat qilayotganim yo'q. Ommani ichida aytayapman. Buni sen ham eshitib turibsan.
Yana nima deyapsan? Hujurat surasida birodaringizni go'shini yemang degan. Sen meni birodarimmisan? Ha? Sen agar to'g'ri gapirganingda edi, singlimiding dedim men seni. Men seni singling emasman deding. Sen meni singlim bo'la olmaysan. Nafratlanaman men sandaqa singildan. O'zing aytding. Sen meni birodarim emassan. Ha? Rostga bo'lsan hujjatingni keltir deyapmiz. Xato qilyapmizmi? Faqat seni qo'llab-quvvatlashing kerakmi? Biz boshqa narsa so'ramayapmiz. O'zbek xalqi sanlarga qarshi chiqayotgan, ya'ni biz gapirganimizdan keyin qarshi chiqayotgan o'zbek xalqi sendan so'rayapti. Seni urib, birinchi etajdan qorningga tepib 1 metrga uchirib yorib, sudrab, sochingdan ikkinchi etajga olib chiqib, yechintirganligiga dalil keltirishing kerak. Soliqchini avratiga anu rezinkani taqib qo'yganligiga ham dalil keltirishing kerak senlar. Shunchalik hayodan uzoq odamlarsanki, shu narsalarni hammasini bezdirib inkor qilib turibsanlar. Salla dalil keltirmay tuhmat qilsang bo'laveradimi? Ha? Sallaga bemalolmi? So'rayotgan narsamizni nima to'g'ri? Gulirano sendan so'rayotgan narsamizni nimasi noto'g'ri? Nimasi g'iybat? Bitta narsa so'rayapmiz. Seni urib, yechintirganligiga dalil bor degansan. Fleshkada menda turibdi degansan. Sudga taqdim qilaman degansan. Shuni isbotlaysan, biz to'xtaymiz. Qarshiga yuramiz biz. 4 yil noto'g'ri berilgan ikkita xodimga deymiz. 10 yilgacha berish kerak deymiz. 10 yilgacha. Men buni boshidan aytayapman. Qani tarafkashlik bu yerda? Sen ham pokizasan, seni yalang'och qilib urushgan, ham qarshi taraf zulm qilgan. Yo bu yerda yo u to'g'ri yo bu to'g'ri bo'ladi. Qonuniy asosda haqqingni talab qilaman desang, bitta yo'ling bor seni, qonuniy asosda. Nima deysan? Meni urib yechintirishmadi, men o'zim yechingan edim, meni huquqim. Bor ana, meni bu bilan o'rtamda nikohim bor. Bor ana, men bu yerda hur ayolman, xohlaganim bilan yotib turaman, bunga senlarning haqqing yo'q. Deysan, hech kim seni ayblamaydi. Qonuniy asosda ayblamaydi hech kim seni. Bemalol nima bo'q yeb yuraverasan. Senga o'xshagan bunaqa bo'q yeyotgan odamlar kammi yer yuzida hozir? Sen ham o'zingni pokiza Bibi Maryam qilib ko'rsatyapsan-da. Ham ichki ishlarga qamataman 9 tasini hozir 9 tasiga nisbatan jinoiy faoliyat isbotlanmadi desa sudga ham qarshi chiqyapsan. Xato qilyapti sud ham deyapsan. Prokuratura xato qilyapti deyapsan. Qanaqasiga faqat sen to'g'ri bo'lasanmi? Ha? Do'stlar, bu propagandistlar bu gapni aylantirib, mana shu ham Bibi Maryamga o'xshagan pokizaman deb o'zini pokiza ko'rsatayotgan. Gap yo'q. Isbotlasa, tarafini olamiz. Ayol kishiga zulm qilishga qarshimiz biz. Ayol mazluma, ojiza tarafida turamiz. Ham ichki ishlarni zulm qilishda ayblayapti. Bizga isbotini keltirasan. Keyin biz aytamizki, ha bu yerda bu ayolga zulm qilingan ekan deymiz. Biz sud ishiga aralashmayapmiz. Biz boshqa ishlarga aralashmayapmiz. Agar ichki ishlar xodimlari o'sha qonunchilikda ruxsat so'rash masalasi, dokument to'g'irlash masalasida xato qilgan bo'lsa, javob bersin. Otasi ham aytayapti. Otasiga ham qoyil. Akmal Hajjayev otasi aytayaptiki, jinoyat qilgan bo'lsa, bolam qamalsin deyapti. Senlar nima desang bo'laveradimi? Sharmandalikni qilib, yalang'och qo'lga tushyapsan videoda. Bizni ko'zimiz ko'rib turgan narsa shu. Meni yalang'och qilishdi deyapsan. Isbotla buni. Seni yalang'och qilishganini isbotla. Bo'lmasa bu gapni to'xtat. Seni yalang'och qilishmagan. Sen o'zing ixtiyoring bilan borgan bo'lib chiqasan, hech kim seni jinoiy javobgarlikka tortmaydi. Sen bilan ering, oilang, bolang o'sha senda nomusingda nima nom qolsa, o'sha bilan yashayverasan. Yashayverasan, hech kim senga ta'na qilmaydi. Bunda qaraydi-da, ha bu ayol deydi, falonchi ayol bo'ldi, o'tib ketaveradi.
Mahkamatul Kubro degan narsa bor. Sen Hujurat surasi deyapsan-u. Mahkamatul Kubro bor. Qiyomatda hali gaplashamiz, hali ko'rishamiz, hammamiz ko'rishamiz. U paytda seni tiling gapirmaydi. A'zolaring gapiradi. Va tukallimuna aydihim va arjuluhum bima kanu yaksibun. Qo'llar, oyoqlar nima qilganini gapirib beradi. Tiling muhrlanadi. O'sha kunda gaplashamiz senlar bilan. Lekin sen hozir nimaga aylantiraversanlar? O Siroj, nimaga aylantiraversanlar? Senlar tanollaring urib yechintirdi degan xalqni hissiyotiga o'ynagan gaplaringni hisobini so'rayapti xalq. Butun mana shu mavzularda ko'zi ochilgan xalq shuni hisobini so'rayapti. Buni hisobini bermasalaring, buni yig'ishtirlaring. Yo'q, men xohlaganimni qilaman degin. Bezrayib chiqib turib Hujurat surasi deyapsan-u, yana bezrayib chiqib ayt. Men xohlaganimni qilaman de. Xohlasam soliqchi bilan, xohlasam shofyor bilan, xohlasam erim bilan. Bu meniki. Jinsiy erkinlik menda. Gap yo'q. Bemalol seni hech kim jinoiy javobgarlikka tortmaydi. Lekin ichki ishlar tizimi urib yechintirdi deyish bu juda katta gap bu. Juda ham katta gap. 235 10 yilgacha qamalish kerak qarshi taraf. Shuni so'rayapmiz do'stlar. Ayol ojiza deganda esdan chiqarmang. Abu Lahabning xotini ham ojizda nomi bilan payg'ambarga tuhmat qilgan edi. Nuh alayhissalomning ayoli ham ojiza nomi bilan Nuhga xiyonat qilgan edi. Lut alayhissalatu vassalomning ayoli ham o'zini ayollik ojizaligidan suiiste'mol qilib Lutga xiyonat qilgan edi. Muhammad alayhissalatu vassalomni zaharlagan ayol Yahudi ayol edi. Ha, men mutlaq hamma ayollarni demayapman. Ayollarning ichida dahshatlari bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aksar jahannamda ayollar kiradi deganlar. Noshkurligi, nonko'rligi, la'nat aytishligi, mana shunaqangi tuhmat, isyon, har xil narsalar bor. Allohdan qo'rqadigan ayollarimiz son mingta. Ular bu mavzuga kirmaydi, lekin bizni ojizaligidan foydalanib, ojizda xilqatman-ku deb tuhmat qilishlikka, yolg'on gapirishlikka hech kimning haqqi yo'q. Agar yolg'on gapirsa, so'rashga haqqimiz bor. Uni g'iybat deyilmaydi. Haqqini so'rayapti erkak ham ojiz Allohning huzurida. Biz Allohning huzurida hammamiz ojizmiz. Qancha erkaklarni mana shunaqangi tuhmatlar bilan ayollar belini sindirib yordi. Qancha erkaklarni. Bunga ko'z yummaymiz. Qaror qabul qilindi, ha, ayollarga zo'ravonlikka qarshi qaror qabul qilindi. Buni qarsak cholamiz, gap yo'q. Lekin bu ba'zi ayollarni erkaklarga tuhmat qilsa bo'laveradi. Baribir uni qarorga ko'ra himoya qilinadi degani emas. Noto'g'ri tushunmanglar. Shuni aytib qo'yay dedim. Saharliklarni yaxshi o'tkazinglar.